Assalomu alaykum. Bugungi videoda Tils o'ynaymiz. Tarkibni ko'rib olinglar. Ana o'yinni ham boshladik. Batistuta to'p bilan Fidalgo va Ender Militao. Lamine Yamal Batistutaga to'p kelayotdi va olib qo'ymoqda. Batistuta va to'pni olib qo'yadi. Batistuta va Lamine Yamal. Lamine to'pni tashlamoqda. Bellinghamdan zarba. Darvozabon qaytarmoqda. Lamine Yamal yopishmoqda. Lamine Batistuta to'pni olib qo'ymoqda va noaniq zarba. O'yin ham zo'r ketmoqda. Batistuta to'p bilan va gol urmoqda. Batistuta Rafinha to'p bilan videoni hozir telefon qoldi. Videoni ham davom ettiramiz. Sal ozgina shamollab qoldim. Hakimi ozmi sal yomonroq chiqmoqda va Bellinghamdan zarba. Noaniq. Batistuta to'p bilan Rafinhaga noaniq pas. Rafinha baribir olib qo'ymoqda va Batistutaga ajoyib tarzda Batistuta foydalana olmadi. Batistutadan ajoyib zarba. Bu hozir video birinchi marta yangi akkaunt ochgan do'stim, men unga yordam bermoqdaman. Hamma taniydimi meni? Mir 70 men bo'laman. Hozir do'stimga yordam berib turibman. Lamine Yamaldan ajoyib to'p kelmoqda va Batistutada kallada gol urmoqda. Batistuta 90lik bo'la olmagan. Lekin pushkasi 100. Kimga sezon pas xizmati kerak bo'lsa, mana shu akkauntga aytasizlar, olib beradi sezon pas. Aytgancha Tils Shomurodovga hammalaring obuna bo'linglar. U menimcha taxminan O'zbekistonda birinchi o'rinda tursa kerak. Tils Shomurodovga albatta obuna bo'linglar degan bizga ham. Hozir mana videoni ham boshlab oldik. Qani olg'a. Bizda o'zgarishlar bo'lmoqda. Luis Suarez, Messi, Lionel Messi to'pni olib qo'ymoqda va Erling Haalandga. Haaland zo'r o'ynaydimi? Zarba berib ko'rmoqda va darvozabon. Lionel Messi to'pni ko'tarmoqda va Van Dijk emas. Van Dijk zo'r pas. Kallada zo'r o'ynaydi. Haaland kabi. Erling Haaland to'pni olib qo'yadi, salgina yeta olmadik. Hozir videoni tezlashtirib yuboramiz demoqchi edim. Erling Haaland gol urib ketmoqda. Qani ko'ringlar. Bundan keyin videoni tezlashtirib yuboramiz. Erling Haaland
zo'r zarba va 60. Hozir videoni tezlashtirib ana videoni ham yoqib oldik. Hisob 8:0 86-daqiqada. Iltimos mana shu kanalga obuna bo'linglar va like bosinglar. Iltimos sizlardan. 10,000 ta obunachi bo'laylik mana shu golga. Erling Haaland 9-0 qilmoqda hisobni. Haaland. Hozir videoni to'xtatib turaylik. Mana videoni ham davom ettiryapmiz va hisob 10-0. Hozir iltimos kutib turinglar. O'chiring. Mama. O'chiring aya. Hozir video uzilib ketdi aka. Bitamiz. Hozir videoni shu joyda to'xtatamiz. 10'larga yetdik. Xayr, sizlar bilan Botirjon 70 hamda 77 Mirkomil 70 bo'lmoqda. Xayr. Sizlar bilan mana shu joyda videoni to'xtatamiz.